Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana sizlarga bugun bitta bir kerakli rolik qilmoqchiman. Mana go'ng mana shu holatda yerga solib chiqyapmiz. Mana 10 sotik yer. Mana 10 sotik joy. Qulupnay ekishga xudo xolasa yerni tayyorlayapmiz. Porini 10 sotikka 10 tonna por soldik. Endi bu videoni qilishimdan maqsad sizlarga bir kerakli bo'lsa, kerakli joyini olasizlar. Mana shu holatda qilib, mana solib chiqishlaringizni maslahat beraman. Mana oraliq masofasi mana shu holatda qilib, porini solib, yerni qancha kuchaytirib olsangiz, ertaga siz bunga qancha oziqa berasiz, NPKlar berasiz, o'shalarni ko'p talab qilmaydi. Sizlarga o'shalar qilsangizga foyda bo'lib qoladi. Pulingiz ancha pulingiz tejalib qoladi. Bo'lmasa yer kuchsiz yer bo'ladigan bo'lsa, keyin qulupnay yaxshi o'zgarmaydi. Ana keyin siz nima qilasiz? Borasiz, NPK sotib olib kelasiz, mikro, makro element kerakli. Xullas kalom sizdan ko'p oziqa talab qiladi. O'shaning uchun mana shu poridan solib yerni to'yintirib kerakli mikro makro elementlarga boyitib olsangiz ancha pulingiz yoningizga qoladi. Mana bu o'tlarga keladigan bo'lsak, bu o'tlar ham qo'shilib haydaladi. Bular ham chirib, bular ham oziqa bo'lib ketadi. Chirigandan keyin как положено oziqa bo'ladi bular ham. Hali mana bu chizillatib haydab bo'lganimizdan keyin bunga yana amofos, kaliy, karbamid, ammoniy sulfat ularni sepamizda keyin mayda traktor bilan 2 marta yaxshilab haydaymiz. Mayin qilib. Hali mana bu qulupnay ekishga bor vaqt ancha. O'shaning uchun hozirdan mana bu qulupnay ekaman deb niyat qilganlar bo'lsa, mana shu holatda qilib porini solishlaringni maslahat beraman. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Hammani dehqonchiligiga Allohim baraka bersin.